Ishemik insultning yana bir turi embolik, ya'ni tromboembolik insult ham deymiz. Yana bir turi embol. Odatda yurak bo'shlig'i devori tromblar parchalanganlarini tashlishi hisobiga hosil bo'ladi. Bosh miya qon tomirlarining teshigiga kirganda yuzaga keladi. Bu holat tug'ma yoki orttirilgan yurak nuqsonlarida ko'proq uchraydi. Endi mitral klapan deymiz. Yurakda mitral klapan stenozi, prolaps yoki aorta qopqog'i kasalligi, revmatik yoki bakterial endokardit, miokard infarktida, o'tkir infarktdan keyingi yurak anevrizmlarida, yurak bo'lmachalari fibrillatsiyasida, yurak qon tomir devori trombining shakllanishi bilan bog'liq kardioskleroz va miokardit, yurak qopqog'ining protezlash operatsion ishlari bo'ladi. O'sha paytda ham uchrashi mumkin va yurak bo'lmachasini o'z ichiga oladi. Tromboembolik ishemik insult shuningdek, bunda qo'l oyoqlar, qorin yoki tos suyagi tromboflebitlari, tomirlardagi parchalanuvchi sklerotik bleshkalar, ya'ni arterial emboliya deb aytiladi bu. Shular tufayli yuzaga kelishi mumkin. Kamroq holatlarda bosh miya emboliyasi o'pka kasalliklarida ham paydo bo'lish ehtimoli bor. Xususan bronxeektazda hosil bo'ladi, emfiyemada, o'pkada ketayotgan, keyin kaverna bo'shliqlarida, o'pka absessida uchratishimiz mumkin. O'pka xavfli o'smalarda va umumiy infeksion kasalliklarda uchrashi mumkin. Bosh miya tromboemboliyasi yog'li yoki gazli emboliyasi ham deb yuritamiz. Odatda havo emboliyasi tufayli yuzaga kelishi mumkin. Bosh miya qon tomirlari yog' emboliyasi da asosan naychalik suyaklarining sinishi yoki teri osti yog' qavatining travmatik shikastlanishi natijasida yuzaga keladi. Yana HAV emboliyasi ham yana bir turlari bor deb ataladigan. Bu yurak va o'pka jarrohligi paytida, kesim operatsion jarayon paytida va katta qon tomirlarining travmatik shikastlanishi bilan sodir bo'ladigan jarayon hisoblanadi. Davomi bor. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizda qoling.